Avtomat darvozalarni ma'lumotini berib o'tamiz. Hammaga nasib qilsin shunaqa darvozalar o'rnatish eng asosiysi juda katta qulayliklarga ega bo'ladi. Svet o'chib qolsa nima qilamiz deb ko'pchilik kommentariyada yozibdi. Shu savollaringga javob olib o'tamiz. Yaxshi kommentariya qoldirib qo'ying, albatta sizga ham nasib qiladi. Eng asosiysi komfort, hamma tomonlama qulay bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Damladi hozir ishlab boshlab oldingizmi? Videomiz juda ko'pchiligiga yoqibdi. Prosmotr ham zo'r ketdi. Poyst bersa ham birinchilardan bo'lib chiqyapti. Instagramda ham juda ko'pchilik ko'rdi. Hammaga ma'qul keldi. Narx tomonlama, sifat tomonlama, ishingizni katsirasi yo'qdi. Xo'p, bir boshdan ma'lumot bersak, biz qayerga yetib keldik hozir aka? Hozir Farg'ona Buvaydagi o'rnatib berganmiz. Bu yerga mana avtomatika oldi qismiga, yoniga kaletka 3 ta o'rnatib berganmiz. Oldiga, o'rtaga, orqa hovliga ham, avtomatika ham, orqa tomonga ham o'rnatib berganmiz. Demak, videoda oxirigacha ko'rsa, aqda ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, aka hozir batga qanaqasi o'rnatib berildi? Bu yerga o'sha Turkiyaning Alusel firmasidan avtomatikasini o'rnatib berganmiz. Bu ham yaxshi firma, juda eng hozirgi kunda shu talabgorlardan brendi yaxshi. Yoniga o'sha kalitkasini o'rnatib berganmiz 1.20 ga 2.5 lik. Xo'p, endi aka bu svet o'chib qoladigan bo'lsa nima bo'ladi? O'sha eng ko'p so'rashganlar hozir svet o'chib qolsa, mana yonida mana ruchnoy qismi bor, ko'tarib tushiradigan. Ruchnoyga bor. Ruchnoysi bo'ladi. Ko'tarib tushirsa bo'ladi bundan. Bu ichiga taklanadigan, bu. Mana korp qismimiz asosan 3 xil o'rnaydi. Bu mana nimani tagiga joylari xotirjam bo'lganligini hisobidan tagiga o'rnatib bering deganlar. Prayom yon qismiga o'rnatganmiz. Buni tashqariga o'rnatsa ham bo'ladi. Joy agarda 2 metr bo'ladigan bo'lsa, orqa qismiga olib, korpini yuqoriga ovorsa bo'ladi. Endi borganingizda, o'lchagan borganingizda maslahatlashgan holda bo'laveradi. Uy egasini joydan kelib chiqdi, porядка. Joyda muammo har qanaqa joyga qo'ysa bo'ladi. Katta ekan, kichik ekan, nima yo'q. Xo'p, keyin mana so'kinlarni ham chiroyli shunga moslab ketilgan. Hamma tomondan hisobga olingan. Keyin aka ko'pchilik o'zingiz aytdingiz, darvoza yangi o'rnatgan darvozalardan olib tashlab turib, avtomat darvoza o'rnatishyapti. Ko'pchilik o'lchagan bor deyapsiz. Toshkentga Hasanboyga bordik, darvoza o'rnagan, orqasida o'zi pultlik ochadigani bor. O'shani sug'urib tashlab, shundan o'rnatib bering dedilar. O'shani hozir 3-4 kunda borib o'rnatib beradiganmiz. Chunki bunda ochilganda mana hozir mana mashinani ko'rsatingi mana. Bu yerga darvoza o'rnaydigan bo'lsa, ochiladigan bo'lsa sig'maydi. Yo'q, eshik ochilmaydi yoki yopilmaydi. Mana shunaqa joylar. Joydan ham yutqiziladi. Joydan ham hamma tomonlama foydasi bor. Joy o'g'irlamaydi. Mana shu yerda o'zida ko'tarilib tushaveradi. Juda hamma tomondan ko'pchilikga ma'qul keladi. Mana bu tomonda o'zida ham pulti bor ekan, ikkita pult qolib ketgan taqdirda ham mana uni o'zidan miyasidan ham ko'tarib tushirsa bo'ladi bemalol. Shu tomonlari bor. 220 ga ishlayveradi. 220 ga bemalol ishlayveradi. Asosiy talab mashinga bitta o'sha bu yerga o'sha stabilizator o'rnagan tok stabilniy qilib beradi. Berilsa bo'ldi shu. Buni inakiga yana bittasi mana dizayn tanlamaydi. Mana uy qismini bundoq olib ko'rsatsangiz hamma dizaynga tushaveradi. Hamma uyga, oddiy uyga ham, naqa uylarga ham bemalol tushaveradi. High-techga ham, neoklassikka hammasiga tushaveradi. Xo'p, endi aka narxi nech puldan qilib bergansiz? Bu yerda kvadrat hisoblanadimi shunaqa? Hozir ko'pchilik yana bitta so'rashgan eng nimalari narx kvadratiga qanaqa deyishadi. Narxi kvadratiga qanaqa tushib beriladi? Misol uchun bu mahsulotimiz mana shu yer razmeri 3.30 deylik. 3.30. Bu 4 metrlikdan chiqaziladi 3.30 ni. Chunki u yog'idan 70 santimetrdan kesib tashlashimiz kerak bo'ladi. Materialimiz 2 metr, 3 metr, 4 metrlik bo'ladi. Undan keyingisi 6 metrlik bo'ladi. O'shani hisobiga yokida deymiz o'rtaga ustum qo'yib, masal uchun 30 santimetr qisqartirib 3 metr qilinsa $200 ga arzonroq chiqadi narxi. Yo'q, menga bu yerga endi shuncha mehnatga ustum qo'ymayman dedilar. 4 metrlikdan kesib o'rnatib berdik. Bu $1445 ga avtomatikasi bo'lgan, $550 dan kalitkasi bo'lgan. Kalitka arzon bo'pti aka. Juda chiroyli chiqibdi. Xuddi shu kalitkani ham misol uchun $550 bo'ladigan bo'lsa, buni o'zini zavodskoydan qo'yib berganmiz. Shuni hisobiga narx $550 chiqqan. Agarda Akfenikini ham shunga o'xshashi bor deysa, teng barobar arzon bitadi. $250 ga bitadi. Kichkina qanot. Materialiga qarab turib ketaveradi uydagi. Qanaqa deysa, dizaynini qilib beraveramiz. Muchkalari ham, svetlari ham zo'r tushibdi aka. Sveti zo'r tushibdi, ya'ni ayniqsa. Xo'p, aka endi bu avtomat darvozalarimizni garantiyalari qanaqa bo'ladi? Pishiqlik tomonlama, hadda ochilib yopilsa
buzilib qolmaydimi? Yo, mustahkamligi o'ta chidamli bo'ladi. Misol, buni ham o'rnatganimizga ancha bo'lgan. Hozir mana ko'rib turibsiz, uy bitmasidan oldin Bemalol o'rnatganmiz. ochib ochib yopib yopilishiga ichiga. xizmat. 6 oy servis garantiya beramiz. 6 oy. Ha. Bu motor qismiga. Tekshirilgan holatda, to'g'rimi? Ha, Baland ha. tok ko'p bo'lsa, ehtiyotsizlik bo'ladigan bo'lsa, uyda egalarining o'zidan bo'lib qolishi Ha, mumkin. o'shaning uchun asosan stabilizator so'raganimiz nimasi tok stabilniy qilib bering deganimiz sababi shunga. Tok o'ynamay tushsa bir xilda xizmat qilaveradi. Xizmat qilaveradi. U ro'paradan ham ko'rsatib ketamizmi yo nariga tomondan ko'rsatiladi? Shardan kiraveramizmi? ha. Mana uyimizga juda ham chiroyli yarashib turibdi. Xo'p, eng asosiysi aka qatlarga o'rnatsa bo'ladi yana qulaylik berish uchun. Xo'p, xonadonlarga, avtoservislarga, ishxonalarga hamma joyga o'rnatsa bo'laveradi. O'rnatsa Joy bo'laveradi. tanlamaydi bu. Ha, avtoservislarga ham porядкali bo'lib, tepani o'zi yersinlar, joydan joy yutishadi. o'g'irlamaydi, chunki avtoservisda ham joy haliga tor bo'ladi, o'shani hisobiga yuqoriga. Xo'p, bu qanaqa razmer endi bu? Kattaroqmi? 1.20 ga, bu ham o'sha 2.5 bo'ladi. Ha, ikki yarim. Bu ham chiroyli chiqdi. Xo'p, aka sovuqlik, shovqinlar ushlashi qanaqa bo'ladi? Sovuqi ham, shovqini ham yaxshi ushlaydi. Bu ikkinchi kalitkamiz, uchinchi kalitkamiz mana to'g'rida bo'lgan. Yuraveraylikda mana. Qani. Aha. Adashmasam bu tomon sex dedingiz-a, sex Orqa bo'ladi. tomonni mana ishxonaga beryapmiz, o'sha arendaga bergani joy nima qilganman dedilar, mana o'rtaga o'rnatib berganmiz. Aha. Zo'r chiqibdi. Do'stlar qaranglar mana. Bemalol katta mashinalar ham kirib chiqib yuraveradi. Mana u yoqda pultimiz bor edi, mana u yog'i pult edi. Misol uchun endi pult yo'q deydigan bo'lsa, mana miyasidan bemalol mana ko'tarib tushsa bo'laveradi. Shuni o'zidan ochib yopsa bo'laveradi. O'chib yopsalar bo'laveradi. Misol uchun pul qolib ketgan bo'lsa. Ishlashlari ham juda me'yorida, chiroyli holatda. Bu endi necha metrgacha qilsa bo'laveradi? Buni 6 metr, 8 metrgacha ham qilsa bo'laveradi bemalol. Joyga qarab, har qanaqa joyga qilib o'rnatib Keyin beradi. ko'proq o'zingiz bilsangiz kerak, katta mashina haydaydigan akalarimiz bo'ladi, yo skladlar, yuk kiradigan joylarga ham zo'raganda, kechpayt furlarga ham, kelib qoladigan bo'lsa ham bitta pul tegsa bemalol kirib ketaveradi. Ayniqsa hozir mana qish kuni Bezovta qilmaslik sovuqda uchun. kelib hech kimni bezovta qilmaysiz. Bezovta mana Bitta pult tashqari bilan tomoni juda ham chiroyli chiqdi. Mana qaranglar, ishlashlari ham yaxshi. O'rta me'yorda. Ovoz ham yo'q aka, Ovoz shovqin. shumi yo'q. Mana metlarda o'zi maxsus bu nima endi machalkalarimi deydimi? Ha, o'zini rezinkasi bo'ladi. Rezinkalari, ovoz yo'q. Profil, elementli profil, ha. Juda O'ta chiroyli mustahkam, baquvvat narsa. Keyin buni ichi to'la bo'lar ekan, Ichi to'la bo'ladi, ha, mana. Shu tomonlari hisobga olingan. Sovuq, shovqinni yo'lda Hamma narsani ushlaydi bu. Sovuq kirmay, shabada haydamaslik uchun. Keyin kirib bo'lsa ham uncha bilinmas ekan, mo'yshi, arta Mana shu o'sha mokra asfalt rangi eng o'zi trenddagisi shu. Shu trend, Mana shu o'rnatib berganimizda. Undan boshqa korishnoviy rangi bor, stannoy, seri oq rangi bor. Oq rang. Eng hadavoy hozir o'sha mana shu mokra asfalt Xo'p, rangi. necha pulga tushdi endi aka? Hop, $1445 tushgan bu ham. Oldidagi ham $1445 tushgan. 4 metrlikdan kesganimiz hisobiga agarda 3 ga 3 standart ko'p so'raydiganlarniki bor. 3 ga 3 bo'ladigan bo'lsa, kvadrat kichiragan sari narx qimmatlab boradi. 4 ga 4larni misol uchun kvadrati $90 dan boshlab $150 deyilgan. 4 ga 4larni $90 dan qilib beramiz. Kichiragan sari misol 3 ga 3 bo'ladigan bo'lsa $1150 dan olib berib o'rnatib beramiz. O'rnatib berilaveradi. Bitta yopinchi endi aka. Mana pultlari ham bor. Pult oldiniki edi bu. Aha, pult nari tomondagi edi. Hop. Mana o'zingizlar bitta baho berasizlar, yopilishiga, ishlashiga juda ham zo'r holatda. Zo'r yopilyapti. Hop, ichkariga kirib olaveramiz. Ichkari tomonni ham ko'rsatamiz. Mana do'stlar, ishlashlari ham me'yor, qo'shnilarga hech kimga shovqini yo'q, bexijolat ochib yopsalar ham bo'ladi.